Ramazon oyi 30 kun davom etadi. Men bo'lsa bu salatni 30 marta tayyorlayman. Har kuni yesam me'daga urmaydigan xushxo'r va sevimli oilaviy salatimizni retseptini sizga ekranga qaro keling va qo'llaringizni yurakchani bosishga tayyorlab turing. Ishni bismillahdan boshlab, bodringlarni ko'rsatilgandagi to'g'rab olamiz. Bodringlarni tapga ko'ra tuzlab olib qo'yamiz. Bodring tuzlarni o'ziga tortib, tarxi massasi ketib turguncha go'shtni yog'siz va yumshoq qismini pare qilib to'g'rab olamiz. Piyoz va chesnoyni parelab to'g'rab, tayyor bo'lgan go'shtlarimizni qizib turgan yog'ga sovuramiz. Avval baland, keyin bo'lsa past olovda qopqog'ini yopib pishirib oldim. Tayyor bo'lgan go'shtga bulg'or, piyoz va chesnok biroviga aylantirib olamiz va gazni o'chiramiz. Manda go'sht tuzlanganida tuz qo'shmadim. Ziravorlar, soya, man universal pripravadan foydalandim. Aralashtirib qopqog'ini yopib qo'yamiz. Ko'katlar, rediska va pomidor ko'rsatilgandek to'g'rang. Faqat pomidori ko'payib ketib qolmasin. Opisiyaniyada siz uchun batafsil ma'lumot qoldiraman. Manda kulminatsion qism salatni yig'ib, yarim zubcha chesnokni maydalab sovurdim. Birov aralashtirib, issiqligida yumshoq non bilan yesangiz bormi? Bu mazani sizga gap bilan yetkazib bera olmadim. Albatta tayyorlab ko'ring. Sizni ham sevimli salatingizga aylanishi aniq. Siz oilaviy yaxshi ko'rib yeydigan salatingiz bu? Izohlarda yozib qoldiring.